Tak. Deganingizdan bilsak, Instagram men jonli efirda ekanligimni anglatyapti. Menga ko'rsatyapti. Tak. We are telling your followers that you've started a live video. Thank you very much, Instagram. Unda ishtirokchilar kelib qo'shilishlarini kutaman. Menga Instagram biz sizni obunachilaringizga siz jonli efir boshlaganingiz xabarini beryapmiz degan xabarnomani yubordi. Okay. Ano, mana уже ishtirokchilarni ko'ryapman. Azizak, rahmat. Agar meni eshitayotgan va ko'rayotgan bo'lsangiz, xabar bersangiz. Eng muhimi ovozni eshitilishi. Bugun siz bilan nima qilamiz? Bugun ham Instagramga kelayotgan savollarga qayerdadir javob, qayerdadir tahlil. Umuman o'ylaymanki, bugun ham yaxshi efir o'tkazamiz deb. Agar meni ko'rayotgan eshitayotgan bo'lsangiz, plus bering. Da, Azizga rahmat. Demak, meni ko'ryapsiz va eshityapsiz. Всё. Boshladim-da kelgan savollarga. Tak. Abbos 805 so'rabdilar, katta pulga qanday ochiladi bilmayapman debdilar. Abbos, sizga bitta katta sirni ochaman. Katta pullarga ochilishingiz kerak emas. Pullarga уже ochiqsiz, va endi gap ularni ushlab qolishda. Agar pullarga ochiq bo'lmaganingizda edi, pullar haqidagi informatsiya sizni oldingizga umuman kelmagan bo'lardi. Pul degan narsani bildingizmi, demak ochiq ekansiz. Men sizni tabriklayman. Demak, gap ochilishda emas, balkim ushlab qolishda ekan. Kelgan imkoniyatlardan foydalanib qolishda ekan. Bizga doimo imkoniyatlar beriladi, lekin u imkoniyatlardan foydalana olmaymiz. Buni sabablaridan bittasi shunchaki imkoniyatlarni ko'rmaymiz. Ko'rsak ham uning imkoniyat ekanligiga shubha qila boshlaymiz. Doim aytamiz, bu ishlaydimi, ishlamaydimi, bo'ladimi, bo'lmaydimi debda. Bizda Telegramda faqat ayollarga bag'ishlangan, faqat xonimlar deb nomlangan klub bor. O'sha klubda qaqras kecha mana shu narsani ko'rib chiqqan edik. Bizni oldimizga imkoniyatlar kelganda, biz o'zimiz uni savolga olaverib, bo'ladimi, bo'lmaydimi, qanaqa bo'ladi, bo'lmay qolsa nima bo'ladi degan narsalar bilan imkoniyatlarni o'zimizdan itaramiz. Buning sabablarining eng kattasi, biz o'ta aqllimiz. Aqllini puli bo'lmaydi o'rtoqlar. Nima uchun? Chunki u biror bir biznes ochsangiz, nima uchun shu biznesingiz kasod bo'lishini 100 ta sababini ko'rsatib beradi. Aqllini puli yo'q. Tavakkalchi, mana bu yerdan bitta zapravочный ochaman deydi ko'chadan-da. Aqlli odam aytadi, "Bu yerdan zapravka ochib nima qilasan?" deydi. "Bu yerdan itam o'tmaydi-yu" deydi. "Katta yo'ldan ochishing kerak" deydi. "Mashinalar o'tadigan trassadan ochishing kerak" deydi. "Bu yerdan zapravka ochsang, umuman qo'ling pul ko'rmay o'tib ketasan" deydi. No lekin bizni terminimizdagi ahmoq uni gapiga kirmaydi-da, zapravkani ochadi va 1 yilga bormasdan zapravkasi va shema shunday krutoy bo'lib ketadi-da. Hamma boylarni og'ziga tushadi shu odamning zapravkasida. Demak, ya'ni imkoniyatlar doim bor. Hammaga berilgan imkoniyatlar bizga ham berilgan, lekin shu imkoniyatlardan hamma ham foydalana olmaydi. Imkoniyatdan foydalangan odam, o'ziga ishongan, Xudoyimga ishongan, aytaylik tavakkal qilgan odam oshig'i olchi. Oshig'i olchi degani uni ishi yurishadi. Uni nima qilsa hamma boshlagan ishlari yaxshi bo'ladi deganda, qo'liga turpoqni ushlasa, o'sha turpoq tillaga aylanadi. Bir xilgina aytadi-yu, qo'limda pul turmaydi, shunday suvday oqib chiqib ketadi deydi, yoki bo'lmasa qumday oqib chiqib ketadi deydi-da. Xuddi shu bilan bir xilga odamlar bor. Ular turpoqni ushlasam tillaga aylanadi deyshadi. Hamma gap siz nima deyishingizda. Demak, Abbos, gap pullarga ochilishda emas, siz pullarga ochiqsiz. Puldan tashqari boshqa hamma narsaga ham ochiqsiz. Baxtga ham, imkoniyatlarga ham, salomatlikka ham shu narsani ushlab qolsangiz bo'ldi. Demak, mana shu narsani, ya'ni bizga beriladigan aytaylik pullarni o'zimiz ushlab qola olmas ekanmiz. Tak nima to'sadi bizni? O'sha pullarni ushlab qolishdan, imkoniyatlarni ushlab qolishdan-da. Bizni har xil ichki ziddiyatlarimiz, qarama-qarshiligimiz, eshitgan gaplarimiz, u yoqdan uni eshitdik, bu yoqdan buni eshitdik-da. Masalan, hozir yuqoridagi misolda даже ko'rsatib beradigan bo'lsam, o'sha aqlli biladi-ku, o'sha u zapravka ochsa, nalogdan keladi, soliqdan keladi, nima ijtimoiy byuromi? Nima edi?
majburiy byurodan, majburiy ijrodan kelishadi, u bo'ladi, bu bo'ladi, hokimiyatdan kelishadi, sen tadbirkorsan, mana bu yerda maktab qurib ber, mana masjidni oqlab ber deb. Xullas, shunaqa gaplar bilan aqlli hech qachon bir tavakkal qilib biznes ochib ko'rmaydi. Demak, pullarning yo'qligi pullarga ochiq emasligingizda emas yoki bilimli emasligingizda emas, qaytanga qancha bilim ko'p bo'lsa, shuncha to'saveradi yo'lingizda. Demak, sizni biznesdan yoki bo'lmasa pullardan to'sadigan narsani yo'lini ko'rib chiqishingiz kerak. Shu xolos. Atak, men sizni tabriklayman, ochiqsiz. Agar yaxshi xabar eshitgan bo'lsangiz, o'rtoqlar, olovmi, pluschami beringda. Kstati, o'rtoqlar, o'ng tarafda pastda yurakchami nimadir bor, bosib turinglar, bir yurakchalarmi, olovchalarmi, bir narsalar chiqib tursin. A to совсем quruq-quruqda. Chatga qarasam. Так, дальше. Ikram va Sanobar savolimga javob berganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat savolingiz uchun. Gulichka Fabrichka. Qizimda ichki agressiya va doimiy xavotir bor. 9 yoshda. Doim ko'yniga qarab qo'rqma desam ham baribir yechilmayapti. Tak. Okey. Bolalaringizni xarakteri yoki nimani namoyish qilayotgan bo'lsa, bu sizni turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingizga ishora, oilaviy sharoitingizga ishora. Ya'ni boladan qidirmang, masalani yechimini ham, muammoni yechimini ham, sababini ham bolalardan qidirmang. O'zingizni munosabatingizga qaravering, turmush o'rtog'ingiz bilan qanday gaplashasizlar, qanday bir-biringlarni tutasizlar, bir-biringlarni sevgi muhabbatingiz bormi? Ya'ni bola sizni sevgi muhabbatingizni ko'rib o'syaptimi yoki faqat urush janjalingizni ko'rib o'sadimi? Bola sizni bir-biringizga bo'lgan rahmat, dadasi mamtga o'ting, sizni yaxshi ko'raman, sen yaxshi ko'raman, rahmat, yaxshi ham borsan degan gaplarni eshitib o'sadimi yoki bo'lmasa onasini otasidan xafa bo'lib, burchakka kirib yig'lashiga guvohmi? Bola nimaga guvoh? Поэтому gap bolada emas, gap sizda. Bo'lishi mumkinki, agar tizimli bundoq sal chuqurroqqa tushib qaraydigan bo'lsak, bolalar o'zlarida onasi chiqarmayotgan emotsiyalarni, hissiyotlarni chiqarib beradi. Bo'lishi mumkinki, bolaning agressiyasi aslida sizning eringizga bo'lgan agressiyangiz. Siz agressiyani bosti qilasiz, bola sizni bu yukdan qiynalib ketganingizni ko'radi va agressiyani sizni o'rningizga chiqarib beradi. No, afsuski, bola agressiya kimga yo'naltirilgan bo'lsa, o'sha tarafga bermaydi. Masalan, sizni agressiyangiz turmush o'rtog'ingizga qaratilganda, lekin qiz buni turmush o'rtog'ingizga emas, agressiyani sizga qilishi mumkin. Понимаете? Поэтому qizdan ko'rmang, не то что uni qo'rqma desangiz ham, boshqa desangiz ham bu befoyda, xonimlar. Faqat o'zimizni bilamiz, maylimi? Erni ham qo'yaylik, bola chaqani ham qo'yaylik deyman-ku. Befoyda. O'zingizni biling, hamma yechiladi. Atrofdagilaringiz ham mo'jizaviy tarzda yechilib ketadi. Sog' salomat, boy badavlat bo'lib ketishadi. Так, дальше. Zebogul, uyalishni qanday yengsam bo'ladi? Uyatchanlikni deb yozibdilar. Bu savol menga juda ham yoqdi. Ertalab даже savolni o'ziga kommentariyalardan javob bergan edim. Bizda uyat hayot qolgan qizlar qolmadi deb biz pashti bir qo'limizni yuvib qo'ltig'imizga uradigan paytga kelib qoluvdik. Nahotki bitta uyaladigan bordi, xursand bo'lib ketdim. O'zgarmang. Umuman o'zgarmang. Shu bittagina uyalchang qiz bor deb, я хочу утешать себя, да? Shu bitta bo'lsa ham uyaladigan, uyat hayotli bir iboli qiz bor deb o'zim yupatib yuray, hech bo'lmasa shu yerda. Xo'p. O'zgarmang. Umuman o'zgarmang. Da? Umuman hozir uyat anaqasi qolmagan, hamma bezbet uyatsiz bo'lib ketgan. Bittagina uyatlikdan mahrum qilmayman men hech kimni. Da? Men sizni ham uyatsiz qilib qo'yaymi? Qo'ying, hech bo'lmasa bittagina bo'lsa ham uyat hayotli ibosi bor bo'la qolsin, hech bo'lmasa. Bittagina bo'lsa ham shunaqasi bor deb o'zimga o'zim aytib qo'yishga. Maylimi? Dальше. Jamshedovich Nodirjon, otani tushunmaslik. Tak, bunga javob berdim. Otani tushunishi shart emas. Otani tushunish emas, otani hurmat, izzat qilish kerak-da. Xuddi shunaqa qilib erkaklar aytishadi-da. Men ayollarni tushunmayman deyshadi. Shunda erkaklarga aytaman, ayollarni tushunmang.
ayollarni tushunish kerak emas, ayollarni sevish kerak deyman. Tushunib o'tirmang, tushunishga harakat qilmagan ham, kirishmang ham bo'lmaydigan narsa. Tushunmaysiz. Ayolni 90 yil birga yashaysiz ham tushunmaysiz. Bu bo'ladigan ish emas deyman erkaklarga. Tushunishga harakat qilmang. Seving ayollarni, seving. Bizga shu kerak. Bizni tushunish kerak emas, to'g'rimi xonimlar? Nima deysizlar? Yoki turmush o'rtog'im meni tushunsinlar deysizmi? Так. Дальше. Demak, otani tushunish emas, otani hurmat izzat qilish kerak. Umuman даже kerak emas degan narsa yo'q o'rtoqlar. Agar siz boy bo'ling, badavlat bo'ling, kuchli erkak bo'ling, ayollar meni sevadigan bo'lsin, shu bundoq ko'rganidan boshlari aylanib, atrofimdan ketolmay qolsin desangiz, otangizni hurmat izzat qiling. Otani hurmat izzat qilish ham kerak emas, shart emas. Lekin agar barakali bo'ling desangiz, shuni qiling. Lekin ko'pchilikka baxtli bo'lish, boy bo'lish bo'lishim kerak emas. Поэтому tanlov sizniki. Mana hozir retseptni aytdim. Qaysi birini tanlashingiz siznikida. Men siz uchun tanlovni qila olmayman. Дальше. Abbos. Assalomu alaykum. Pul bilan muammo bor. Kanda katta pullarga ochilsa bo'ladi. Sizga yuqorida javob berdim-da. Menimcha siz yana qaytadan yozasiz. Kichkina pullarga ochilib bo'ldingizmi o'sha? Katta pullarni so'rabdilar-da bu gal. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, kichkina pullarga ochilib bo'ldingiz o'sha. Endi katta pullarga qanday ochilay deyapsiz-da? Kichkina pullarning siri onada, katta pullarning siri otada. Otani hurmat izzatini qilib, otani roziligini olsangiz, keyin pullarga qarab harakat qilishingiz osonroq bo'ladi. Otangiz bilan munosabatingizni mana shundoq qilib qo'ysangiz, bu hali pul ortig'i bilan, zapasi bilan turadi degani emas. Pullarga bari harakat qilishingiz kerak bo'ladi. O'rtoqlar, ko'pchiligiga aytasizlar-da, nima uchundir tushunmayapman deysizlar. Misol uchun gapida, nima uchundir tushunmayapman. Nima uchun tushunmayotganinglarni o'zingiz juda ham yaxshi bilasizlar. O'zir o'qib olsa ham aql parasat yetmagani uchun tushunmayapmiz. Ko'pchilik aytadi, shu cho'ta otam bilan munosabatim yaxshi emas-de, onam bilan munosabatim yaxshi emas-de, o'shaning uchun pul topa olmayapman. Yo'q, buning uchun emas, pul topa olmayapsizlar. Harakat qilmayotganinglar uchun, kerakli ishlarni qilmayotganinglar uchun pul yo'q. Ota-ona bilan munosabatinglar yomonligidan emas, harakatinglar yomonligidan. Pul xohlasanglar, pul olib keladigan ish qilishimiz kerak. Ota-onadan ayb qidirib, qayerda nima ketdi ekan ayb qidirib, pul topishning ming bir yo'lini o'rganish emas, pul topish kerak. Pul topishning ming bir yo'lini o'rganishingiz pul olib kelmaydi. Pul topishning ming bir yo'lini o'rganganingiz qoladi. Lekin o'sha ming bir yo'lini bittasini ham ishlatmasangiz, umuman pul olib kelmaydi. Поэтому pulimizni yo'liga ota-onamiz bilan munosabatimiz yaxshi emasligidan emas, bizni o'zimizni shalpon qilolligimizda. Понимаем-da? Otani duosini olamizda oldinga ketamiz. Agar xavfsizlik, xotirjamlik kerak bo'lsa, onani rozi qilamiz. Onani duosini olamizda baxtimiz uchun, xotirjamligimiz uchun harakat qilamiz. Shunda harakat osonroq bo'ladi. Katta pullarni xohlasak, jamiyatda o'rnimiz bo'lishini xohlasak, otani rozi qilamiz, otani duosini olamizda keyin harakat qilamiz. Palubasu harakat qilamiz o'rtoqlar. Ota-onaning duosini olib qo'ydik, bo'ldi, hammasi zo'r chotki bo'lib ketadi degani emas. Ota-onaning duosini olgan bolaga harakat qilish oson bo'ladi. Palubasu harakat qilish kerak bo'ladi o'rtoqlar. Harakat qilmasak, pul ham bo'lmaydi, baxt ham bo'lmaydi. Bag'i ham bor. Tak. Marhabo xonim, o'smir qizlarga qanday muomala qilsa baxtli bo'ladi degan savollarga javob bergan edim. Qaysi biri baxtli bo'lish kerakdi? Ona baxtli bo'lish kerakmi, qiz baxtli bo'lish kerakmi? Savolni qarang. O'smir qizlarga qanday muomala qilsa baxtli bo'ladi? Kim baxtli bo'ladi? O'smir qizlarga qanday munosabat qilsa, muomala qilsa ona baxtli bo'ladimi yoki o'smir qizlarga qanday muomala qilinsa
qiz baxtli bo'ladi savolmi deganimda ikkalasi ham deb javob beribdilar. Bu ikkalasini ham baxtli qilish bittasini baxtli bo'lishi orqali erishiladi. U ham bo'lsa onani baxti orqali. Agar ona bo'lsa, baxtli bo'lsa, qiz baxtli bo'ladi. Qizimni nima qilsam baxtli bo'ladi degan onaga retsept bitta dona. O'zingiz baxtli bo'ling. Shunda qizingizni baxtli bo'lishdan boshqa chorasi qolmaydi. Ona baxtli bo'lib tursa, baxtli onani ko'rgan qiz ham nima bo'ladi? Baxtli bo'ladi. To'g'rimi? Olma olmaga o'xshagan bo'ladi-da. Olma shaftoliga o'xshamaydi-ku. To'g'rimi? Qanday qilib qizimni olma qilar ekan deyotgan bo'lsangiz, o'zingiz olma bo'lib bering. Shunda qizingizga olma bo'lishni o'rgatishingizga to'g'ri kelmaydi. U o'zidan o'zi olma bo'ladi. Qovunga qarab rang oladi, olmaga qarab rang oladi, to'g'rimi? Bu taqot. Qizinglarni baxtli qilaman desanglar, o'g'linglarni baxtli qilaman desanglar, faqat o'zingizlar baxtli bo'lib beringlar. Baxtli bo'lish yo'lini bilish, bolalarga qanday muomala qilish kerak, bolalarni qanday tarbiya qilish kerak, bu hammasi ikkilamchi, o'nlamchi masala. Sizlar bolalaringlarni tarbiya qila olmaysizlar o'rtoqlar, baribir hayot tarbiya qiladi. Davaychi endi tan olaylik. Biz emasmiz tarbiyachi. Biz faqat onalar 9 oy qornimizda ko'tarib berdik. Bu dunyoga keltirib berdik. Otasi rizqlantirdi uni. Shu qilganimiz shu bo'ldi. Хорошо? Endi siz bolalaringizni qanaqa bo'lishini xohlasangiz, ashnaqa bo'lib bering. Bolani ham ashnaqa bo'lishdan boshqa chorasi qolmaydi. Bolalarim baxtli bo'lsin degan ona o'zi baxtli bo'lib bersin. Shunda qizni qanaqa qilib baxtli qilay deb bu yoqqa yuboraymi, bu yoqqa yuboraymi, bu kursda o'qitaymi, mana bu kursda o'qitaymi, pazandalikdami, chevarchilikdami deyishiga to'g'ri kelmaydi. Hech narsa qilmasanglar ham qiz baxtli bo'ladi. Bitta yo'l o'zingizlar baxtli bo'lib berishinglar. O'g'limni mas'uliyatli, jasur bo'lsin degan ona o'zi mas'uliyatli, jasurlikni ko'rsatish kerak. O'zi ko'pincha onalar topadi-da bolalaridan etiklik ayb. Ona harakat qiladi. Bolam undoq bo'lsin, bundoq bo'lsin. Ota luboy bolani luboychasiga qabul qiladi. Ota nimagadir bolasidan muammo ko'rmaydi. Mening bolam unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak demaydi. Faqat biz ayollar. Chunki qiladigan ishimiz yo'q-da o'zi bizning hayotda. To'g'rimi? Ko'pincha achchiq savollar beraman-da ayollarga. Sizdan, bola chaqangiz bilan turmush o'rtog'ingizni tortib olsak, sizni o'zingizda dunyoga beradigan nima bor? Deyman. Yo'q-da, o'shaning uchun bola chaqani ushlab olib, to'xta, men seni baxtli qilaman. Endi mendan qochib keta olmaysan. Qo'lga tushding. Bo'ldi, qo'lga tushding. Necha yil umrim bo'lsa, ashuncha chidashga majbursan. Вот как-то так. Javob bera oldim deb umid qilaman. Umida 087 ikkilanish ko'p. Okey, ikkilanish ko'p ekan, savol yo'q ekan. Dashi. Dilorom 74. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Erni qarindoshlarini yoqtirmaslik nima sababdan bo'lishi mumkin? O'rtoqlar, shunaqa savollar berasizlar. Nima o'zingizlar bilgan savolinglarni menga berasizlar? Javobini bilasizlar-ku. Javobini o'zingizlar bilib qo'ya qolinglar-chi, men hozir butun dunyoga ovoza qilmasimdan, haqiqatimni aytib tashlamasimdan, jim o'zingizlar bilib qo'ya qolinglar. Zачем такие вопросы? Yo aytaymi? Da? Tak. Ikramova Sanobar, apatiya holatidan qanday chiqsa bo'ladi? Tak, apatiya hech narsaga qiziqmaslik, hayotdan ko'ngilni sovib ketishi, bu bir tushkunlikni ko'rinishlaridan bittasi bo'lishi mumkin-da. Men aytgan bo'lardim, birinchi bo'lib uyquni joyiga qo'ying. Iloji boricha 21:30 dan qolmang. 21:30 dan kech qolmang. Da, to есть apatiya bu hech narsaga qiziqmaslik. Nimadan bo'ladi apatiya? Sog'lom odam, da, Xudoyimni bir yaxshi ko'rgan, dunyoni yaxshi ko'rgan odam, dunyoga hurmat bilan qaragan, Xudoyimga hurmat bilan qaragan odamda bu dunyoni hech narsasiga qiziqmaslik bu norma narsa emas, o'rtoqlar. Tirik odam nimagadir qiziqishi, tinimsiz ilm olishi, unga ham qiziqadi, bunga ham qiziqadi, uni ham bilmoqchi, buni ham bilmoqchi, mana shu norma. Hech narsaga qiziqmasligi, apatiya holatiga tushib qolishi bu norma emas, bundan chiqish kerak. Qanaqa qilib? Birinchi o'rinda uyquni joyiga qo'ying, keyingi 100 metrni keyin gaplashamiz, хорошо?
Baribir aytgan maslahatni ham qilmaysizlar, tavsiyani ham qilmaysizlar, nima so'raysizlar? Apatiyadan qanday chiqsa bo'ladi, depressiyadan qanday chiqsa bo'ladi, erni qanday sevib qolsa bo'ladi, baribir qilmaysizlar-yu, rekomendatsiyalar nima so'raysizlar, hayronman. Так, дальше. Dilnoza Rajabova. Hayratlanishim, xursand bo'lishim qiyin juda. Хорошо, bu yerda savol yo'q, no, izohlab ketishim mumkin. Bu hayratlanish, xursand bo'lishga ruxsat yo'qda, umuman emotsiyalarga ruxsat yo'q. Bu haqda как раз Telegramda bugun yozgan edim. Bu narsa terapiya qilinishi kerak bo'lgan, qaralishi kerak bo'lgan narsa o'rtoqlar. Chunki odamzodni shuncha go'zallik turganda hech narsadan hayratlanmasdan, hech narsadan xursand bo'lmasdan, hech narsaga qiziqmasdan o'tib ketishi bu afsus degan narsada. Chunki dunyoni sizga beraman deb turgan va berib qo'ygan go'zalligi ko'p. Juda ham ko'p. Shuncha narsani ko'rmasdan o'tib ketishni tanlash bu eyvoh. Поэтому xursandchilikka ruxsat yo'q, hayratlanishga ruxsat yo'q, emotsiyalar tamoman bosti qilingan. Agar Telegramda bo'lsangiz, как раз Telegramda hozir ham o'sha post turgan bo'lishi mumkin. Postni kirib ko'rishingizni taklif etaman. Nima uchun shunday? Nima uchun odam na xursand bo'ladi, na xafa bo'ladi? Hech qanaqa emotsiyalar yo'q-da. Buni atroflicha bir javobi, tahlili bor. Dальше davom etishdan oldin men bu yerga Instagramga kelgan savollarni skrinshot qilib o'zimga tashab qo'yganman-da, chunki hozir jonli efir qilayotganimda storieslarga kelgan yoki bo'lmasam reelslarga kelgan savollarni ko'ra olmayman, lekin hozir chatdagi aktual savollarga kelaman Instagram sizga. Так, Muhayyo Maraliyeva konsultatsiyaga yozilmoqchiman. Narxini ayta olasizmi? Konsultatsiya bo'yicha yordamchilarimga murojaat qilishingizni taklif etaman. Так, Zubayda Aralova. Meni qizim gazli suv ko'p ichadi. Qanday qilsam gazli suvdan voz kechirsam bo'ladi? Я не знаю. Nimaga gazli suvdan voz kechirmoqchisiz? Так, Muslima 75 baxtli ona baxtli bo'lsa 100% farzandlar baxtli bo'ladi. Hayotda sinalgan, rahmat sizga. Dash Okean. Otasi yo'qlar ololmaydi ota duosini. 100% noto'g'ri gapingiz. Onasi bolasidan nafalar duo bermaydi bolasiga. Ikkinchi gapingizni tushunmadim, lekin ota-onani tirikligi ulardan, ya'ni ota-onaning tirik emasligi ulardan duo ola olmaysiz degani emas. Bolbekov Abdulaziz. Yo'q bo'lsang bera olmaydi, bor bo'lsang ko'ra olmaydi. Bu odamzod yashang. Bismillah. Все так и есть. Так. Xatamova 17-87 odamlarning gapiga befarq bo'la olmayapman. Okey, tak тоже можно, shunaqa yashasa ham bo'ladi. Hammani gapiga e'tibor berib, o'zini mustaqil fikri bo'lmasdan ham yashab o'tsa bo'ladi va shunaqalar ko'p. Shu bilan hayot to'xtab qolmaydi. Savolingiz bo'lsa ko'rib chiqamiz. No, пока вопросов у вас нет. Okean 29 sizga direktdan yozgandim, javob bera olasizmi? O'zimni masalamda yozgan edim. O'rtoqlar, direktlarimga yordamchilarim bor. Men Instagramni deyarli boshqarmayman o'zim-da. Storieslarga o'zim kirib turaman, storieslarga o'zim yozib turaman, lekin Instagramni yordamchilarim boshqaradi. Direktga ham yordamchilarim javob beradi. Agar meni o'zim javob berishimni xohlasangiz, Telegramda kelayotgan muloqot guruhini har bitta savolni o'qiyman va ora-orada qiziqarli deb topgan savollarimga javob berib ketaman. No, Instagramda yo'q, Instagramda yordamchilarim boshqarishadi. Xatam 17-87 odamlar ortimdan ko'p yomonlaydi, jahlim chiqadi, qanday befarq bo'laman? Так, смотрите, odamlar ortingizdan ko'p yomonlaydi, jahlingiz chiqadi. Qayerdan bildingiz odamlar sizni ketingizdan yomonlashligisini? Agar odamlar orqangizdan yomonlasa, siz buni bilmasligingiz kerak-ku. Yo orqangizda ham ko'zingiz bormi? Как так? Xatam 17-87 shu yerda bormisiz? Bor bo'lsangiz javob bering savolimga. Agar savolimga javob bermasangiz, chiqib ketgan bo'lsangiz, значит sizga javob qiziq emas. Так, Xatamova, вроде вот тут, да? Ответьте мне. Odamlar sizni ketingizdan yomonlaydigan bo'lsa, orqangizdan yomonlaydigan bo'lsa, buni ko'rmasligingiz kerak, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi, что-то не то.
Chunki men bilgan, men tanigan odamlarning orqasida ko'zi yo'q. Ko'zlar faqat oldinda. Qandoq ko'rib qoldingiz siz orqangizdan yomonlaganlarni? Ha? Kim insight tutdi o'rtoqlar? Tak, O'razboyev shahista yerimdan pul so'rashga qo'rqaman. Bu nimadan? Nimaga yerdan pul so'ramoqchisiz? Pul yerda o'smaydi-ku. Yoki bo'lmasam yerdan pul topilmaydi-ku. Nimaga yerdan pul so'ramoqchisiz? Tak, все. Instagram я от вас не отстаю. Instagram chat hozir hammasini o'qidim. Tak, xatam 1787. Yonimda yaxshi gapirib, ortimdan g'iybat qiladigan insonlardan charchadim. Ularga qanday muomala qilsam bo'ladi? Sizga ham xuddi shu gapda. To есть, yoningizda yaxshi gapirib, ortingizdan g'iybat qiladigan. Qayerdan bildingiz ortingizdan g'iybat qilganini? Men bir odam oldimda yaxshi muomala qilib o'tirsa, orqamdan nima muomala qilyapti u? Bu bilan umuman ishim yo'q. Meni oldimda yaxshi-ku u odam. Yaxshi muomala qilyapti. Orqa orotdan san haqingda undoq dedi, bundoq dedi desa boshqa birov, u do'rsin. U uni gapi. U uni haqiqati. Meni haqiqatim boshqa narsa. Men hal qilaman. Kim men bilan qanaqa munosabatda va men ularga qanaqa munosabatda bo'laman. Tushundingizlar? Tak. Zubayda Aralova, Coca-Cola va Pepsi-Cola'ni qizim ko'p iste'mol qiladi demoqchi edim. Shunaqa demoqchi bo'lsangiz qarang. O'zingiz hozir shu gapingizni oldingi gapga qo'yib ko'ring-da. Qizimni gazli suvdan qanday olsam bo'ladi dedingiz. Endi aytyapsiz, men Coca-Cola demoqchi edim. Siz gazli suv deganda Coca-Cola'ni nazarda tutayotganingizni men qayerdan bilay? Men ko'p narsani bilaman, lekin hamma narsani biladigan polchi emasman-da. Tushunyapsizmi? Meni ham ozgina tushuning-da. Хорошо. Xo'p, bu sizga nimani anglatadi? Bolalar qiziqadi shu narsaga. Coca-Colaga, Pepsi, har qanday tem bo'la qancha unga mumkin emas desangiz, u shuncha qiziqadi. Endi sizga savolda bu sizga nimani anglatadi? Вот Pepsi-Cola ichishni xohlamasangiz, Pepsi-Cola olib bermaysiz. Oddiy-ku. Yechim juda oddiy-ku. Tak. Okey. Tak, Otter. Assalomu alaykum. Hozirgi ahvolimdan chiqib keta olmayapman. Ya'ni pulsizlik, qarzdorlik, shunga qaysi kurslaringizga o'qisam bo'ladi? Tak, bizda hozir amalda kurslar yo'q. No, lekin ayollar uchun женский klub bor. Da, вот как раз bu oy iyun oyi pullar haqida gaplashyapmiz. Lekin iyun oyiga qo'shilishga biroz kech qoldingiz. Hatto agar o'zingizni tavakkalingizga qo'shilib olaman desangiz, ya'ni o'tgan darslarga o'sha dostуп yo'q, sizga roziman, mayli bundan keyin kelib, bundan keyingi bo'ladigan darslarga ilinib qoling desangiz, marhamatda kelgusi darsimiz ertaga shanba kuni. Bu ertaga shanba emas, bu kelayotgan shanbada. Bu yoq o'zbekchilikda ertaga shanba deymiz-ku. Ertaga payshanba, lekin ertaga shanba deganim shu kelayotgan shanba deganida. Tak, dальше. Shohruxbek. Nega meni savolimga javob bermadingiz? Yolg'onchimisiz? Debdilar Shohruxbek. Shohruxbek, sizga qayerdadir siz savol bering, men javob beraman deyilganmidi? Siz savolingizni qoldiring, men javob beraman deyilganmidi? Agar shunaqa deyilgan bo'lsa-yu, degan bo'lsam, u javob bermagan bo'lsam, men yolg'onchiman. Agar men savolingizga javob beraman degan bo'lmasam, unda o'zingiz men savol bersam, bu javob berar ekan deb to'qib olgan to'qimachisiz siz. Yo bo'lmasam, javob berar ekan deb kutib o'tirgan kutuvchi sizsiz. Shu ikkalasidan bittasi sizsiz. Balkim shu ikkalasi ham sizdirsiz, lekin men aniq yolg'onchi emasman. Tak, dальше. O'rtoqlar, unda nimaga savol berasiz degan narsa savolingizga, xayolingizga kelgan bo'lishi mumkin-da. Mana men oyning boshidan beri, menimcha aprelning oxiridan beri
O'zimga shunaqa challenge qo'yganman, har kuni savol beraman, reels qilamanda, savol so'rayman o'rtoqlar. Bugun qanaqa savolingizga javob olishni xohlaysiz? O'zimga challenge 30 kun, 30 xil shunaqa kontent qilaman. Bitta jumla, lekin 30 xil. Bu degani men 30 marta video yozaman degani. Lekin nima uchundir auditoriya, nima uchun emas. Aslida buni tushunsa bo'ladi. Auditoriya negadir buni bir belgi deb qabul qilmaydi. Siz nega bir bu narsani mana shu odamning og'zi bilan Xudoyim mendan so'rayapti deb qabul qilmaysiz? Nega? Albatta qabul qilishingiz shart emas. Lekin mana boshqachasiga qaraganingizda edi, hayot tamomila boshqacha bo'lishi mumkin edi. Lekin biz o'rtoqlar bandaga qilamiz va bandadan kutamiz, bandadan so'raymiz. Siz meni savolimga javob bering, siz menga aytib bering, siz menga tushuntirib bering. Agar siz oldingizdan chiqib qolgan har bitta narsaga bu bir yuqoridan belgi deb qarasangiz, shu aytaman-ku, ochiqsiz. Bilimga ham, barakaga ham, baxtga ham hamma narsaga ochiqsiz, faqat ko'zlar ko'rda. Mashima hindi bo'lib turgan ko'zlar ko'r. Понимаете? Дальше. Maftunaxon. Dildor Jumanov shu savolga javob olish xohlayman debdilar, lekin savol yo'q. Tam. Дальше. Muslimaxon. Assalomu alaykum, nima uchun jodugar xavfli ayol deb yozib qo'ygansiz o'zingizni debdilar. Profilimdagi jumlaga qarab aytibdilar-da. Shunchaki hech kim menga shunday yoza olmaysan deb taqiqlamagan uchun, prosta qo'limdan kelgani uchun. Ashnaqa desangiz ham bo'ladi. Men shifokorman desangiz ham bo'ladi, men jodugarman desangiz ham bo'ladi. Kim menga to'sib qo'yadi? Kim menga xalal beradi? Hech kim xalal bergani yo'q. Oldingi efirlardan bittasida esizdami aytib bergan edimda, men ikkinchi kursligimda jinoyat kodeksini o'rganishni boshlaganimda juda ham serial ubiytsalar bilan qiziqib qolganman-da. Nima uchun ular aytaylik tinimsiz qotillik qilishadi? Juda ham ko'plab odamlarni o'ldirishadi-da. Nima uchun deb so'ralganda bittasi aytgan, men hech kim to'xtatmadi degan. Hech kim menga odam o'ldirishni man qilmadi degan. To есть nobody could stop me. And just because I could. Chunki qo'limdan keldi degan, dedi. Qo'limdan kelgan uchun qildim dedi. Mana men jodugarman deb yozib qo'ydim, xavfli ayolman deb yozib qo'ydim. Kimdir nimadir qildimi? Yo'q. Nimaga shunaqa deb yozdim? Chunki ko'pchiligingizdagi qo'rquvlar menda yo'q-da. Men xuddiki jodugarman desam jodugar bo'lib qolaman degan qo'rquv yo'q. Men hal qilaman jodugar bo'lishimni, boshqa birov bo'lishimni, понимаете? Agar men sehrgarman deganimda edi, sizni ensalaringiz qotib, kim bu, nima bu degan bo'lardingiz. Men sizga sillay rahmda bo'lib jodugarman deb qo'ydim. Voy, mana bechoragina o'zini jodugar deb bilar ekan, kim ekan bu, nima ekan bu deb. To'g'rimi? Agar men sizga men добрый волшебникman, sehrgarman deganimda edi, bekorlan 5 tasini aytibsiz, hamma narsani berguvchi Alloh deb kartoshkalarni otgan bo'lardinglar menga, to'g'rimi? Pomidorlarni otgan bo'lardinglar. Sizga sillay rahm qilib jodugarman deb qo'ydim. Dashim. Nega xavfli ayol deb yozib qo'ygansiz? O'quvchilarimdan bittasi aytdilar-da bir kuni. Dildora Jumanova xavfli ayol, u bizni baxtli bo'lishga majbur qilyapti dedilar. Da, agar rostdan ham o'zingiz bilib, ko'nib, taslim bo'lib, baxtli bo'lib qo'ymasangiz, majburlab baxtli qilaman. Tak. Dasha. Instagram bu yoqqa kelgan gaplarni ko'rib chiqaman. Oldindagi odam oyna, okey. Azamat. Shom payti ko'krakda og'rish bo'ladi, okey. Og'riq bor, savol yo'q. Gullola, farzandlarimning turmushi kechikishi menga ham bog'liq yeri bormi? Ona sifatida nimani anglashim kerak? Ya'ni znay xonimlar, ba'zan banan shunchaki banan. Nimaga bu sariq? Nimaga bu sal qiyshqiroq? Nimaga bu mundayroq? Emas. Hayotingizni hamma narsasi qiziqsiz. Gapiraman, har bitta narsasi, hamma narsani biladigan bo'lsangiz, nahot shundan keyin ham hayot qiziq. Nahotki siz hamma narsani bilmoqchisiz, bilishingiz kerak.
Вот как так? Ko'ning bitta narsaga, xonimlar, hayotdagi har bitta narsani nimaga shunaqa bo'layapti? Nimaga shunday bo'ldi? Bila olmaysiz hammasini. Ha, men hayotimda bilmay o'tib ketadigan narsam bor ekan deb ko'ning. Shunda каким-то образом вообще muammo qolmaydi. No, siz постоянно nimanidir bilmoqchisiz, sizga bilish uchun imkoniyat berilaveradi. To есть mana bitta narsa chiqadi. Qani uni kovla-kovlaga kirishamiz. Nimaga shunaqa bo'lyapti ekan deb. Siz постоянно masala yechkis keladi. Masala deganda muammo nazarda tutaman. Вам нужны проблемы, да? И bu dunyo juda serob. Bu dunyoni muammosi ham mana shunday. Muammo xohlagan odamga mana shunday. Dunyo juda ham serob. Dunyoga миру не жалко. Вот вы хотите проблемы? У мира много проблем. Он создаст вам. Sizga problemalarni yaratib beradi. Agar siz nima bo'lsa-da undan yaxshilikni topib, baxtni topib, baxtli bo'ladigan bo'lsangiz, har qanday narsadan baxtni topasiz, har qanday narsadan hikmat topasiz. Men bu yerdan nima bilishim kerak? Men bu yerdan nima tushunishim kerak? Mana shunday bo'lyapti-da, mana bunaqa bo'lyapti-da. Bu yil nima uchundir mevalarimiz vaqtli pishdi-da. Bu yil nima uchundir yana nimadir bo'ldi-da. Ob-havo shunaqa kelgani uchundir. Er-xotinlar muammosi er-xotin er-mushuk yoki it-mushukmi? Shunaqa bo'ldinglar, qiz ko'rib aytdi, "Nafik" dedi, erga tegmayman umuman dedi. Da, balkim sizni aloqali joyingiz bordir. Хорошо. Bo'lishi mumkin. Siz o'zingizni o'rnagingiz bilan ko'rsatib berdingiz qizga, что turmush qurish kerak emas. Turmush qursang boshing balodan chiqmaydi. Mana shunaqa erga xizmat qilishing kerak, yana baloga qolasan, ko'rsatib bergan siz, ha, shunaqa desa ham bo'ladi. To'g'rimi? Agar siz ko'rsatib berganingizda edi, qanday yaxshi, mana shunday bir yonimda unga suyana oladigan tog' bor. Da, deganingizda edi. 4-5 yoshli qizga to'g'ri yo'l ko'rsatilganida edi. Qizim, siz ham o'zingiznikini qurib oling. Bu erga osilmang, otangizga osilmang. Bu otangiz, bu meni erkagim deb ko'rsatib qo'yganingizda edi, qiz aytgan bo'lardi. Ha, ona, ha sizni shoshmay turing. 18 ga kirar-kirmas shunaqa zo'rini topaman deb tep ketgan bo'lardi. Так что xonimda aloqali joyi bor. Qanday achinarli ko'rinmasin, вот как-то так o'rtoqlar. Oldindan aytib ogohlantirib qo'yay, o'rtoqlar, men psixolog emasman. Sizni nima shunday qilib muloyimgina bo'lib eshitmayman. Как есть, shunday aytib beraman, хорошо? Dilnora. Erimni umuman yo'li yopiq, ishlari yurishmayapti, pullarini berishmaydi, juda depressiyada. Это вы так решили, xonim, что turmush o'rtog'ingizni yo'li yopiq deb siz shunday qarorga keldingiz. Va sizni qaroringizga Xudoyimning farishtalari amin deb yotibdi. Eringizni yo'lini ochilishini xohlasangiz, men sizga o'y hayolingizni va og'zingizdan chiqayotgan gaplarni o'zgartirishni taklif etaman. Tekin yo'li bor. Bu narsani hal qilishni tekin yo'li bor. Turmush o'rtog'ingizni yo'lini yopgan nima va kimligini ham mana shu postni o'zi ko'rsatib turibdi. Men o'zimni deb tugatibsiz-ku. Men o'zimni emas, ni degani ortiqchada, men o'zim bilan tugash kerak edi. Вот так, Dilnorочка. Da, muslima aslida hamma ayolning ichida kichkinagina jodugarcha yashaydi. Просто hamma ayollar ham mard bo'lib buni tan ola olmaydi-da. Так, happiness. Turmush o'rtog'im o'g'limdan ko'p narsa talab qilib жалуется, и это меня очень сильно бесит. Не знаю, вмешиваться или нет, как вы думаете? Ну, думать. Ну, я это оставлю вам. Bahosiga ko'nsangiz hamma narsa bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz bilan o'g'lingizni orasiga aralashing. Eshitganingizni eshitasiz, ko'rganingizni ko'rasiz. Aralashish mumkin. Aralashmaslik ham mumkin. Aralashganingizda bitta narsa bo'ladi, aralashmasangiz boshqa narsa bo'ladi. Shu xolos. Ot hamma narsa bahosiga qarabda, keladigan narsa, ya'ni qiladigan harakatimiz nimani olib keladi? Ashunga ko'nsak bo'ldi. Mumkin emas, qilmasligim kerak, tiyilishim kerak, haqqim yo'q degan narsa yo'q. Hamma narsaga haqqingiz ham bor, aralashishingiz ham mumkin,
aql o'rgatishingiz ham mumkin, o'rtasiga kirishingiz ham mumkin, ayirib tashlashingiz ham mumkin, hammasi mumkin. Olib keladigan anaqasiga rozi bo'lsangiz bo'ldi. No, agar endi sut mohiyatiga qaraydigan bo'lsak-da, это вам кажется, что turmush o'rtog'ingiz o'g'lingizdan ko'p narsani talab qiladi. U siz shunaqa deb o'ylaysiz. Esingizdan chiqmasin xonim, shu o'g'illi otasi turmush o'rtog'ingiz. Agar o'tchim bo'lsa, agar o'gay ota bo'lsa, в любом случае это вам кажется. Siz mujiklarni tushunmaysiz. Mujikka mujik tushunadi. Okay? Вам-то кажется. Ayol doim bolasiga achinadi-da, o'g'ildirki, qizdirki, o'g'illarni-ku teng bo'lib biz qilib papalaymiz. To'g'rimi? Qizlar yomg'irdan keyin chiqqan qo'zi qorindan ham pastroqda. No o'g'illar вот так вот. И поэтому qizdan 1 kilometr idish-tovoq yuvsa, hech narsa qilmaydi, o'lmaydi. O'g'il 10 metrgina idish-tovoq yuvib qo'ya qolsa, bu dunyoni qilgan bo'ladi. Поэтому вам кажется, turmush o'rtog'ingiz, ya'ni shu bolani otasi undan ko'p narsani talab qilyapti. Yo'q, xonim, siz ona bo'lib, o'g'lingizni mana shunday bo'lishini, yaxshi ona bo'lishni xohlaysiz. Otasi esa o'g'lining erkak bo'lishini xohlaydi. Поэтому он из него лепит мужика. Bizda ayollar bolalarini qilib papalab bugungi kunda kim jamiyatda? В основном oilaga ham, o'zlariga ham javobgarlikni ola olmayotgan erkaklar. To'g'rimi? Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'lmasam, вот поголовно ayollar erim topa olmaydi, erim mana shunaqa deb жаловаться qilib kelmasdi deb o'ylayman. Demak, jamiyatda shunaqa oilani boqa olmaydigan erkaklar ko'payib ketdi. Ayollar ham bekordan bekorga o'zlaridan o'zlari kelib shikoyat qilmaydi-ku. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? Onalar otalari o'g'illarini mujik qilib tarbiyalashga yo'l bermayapti. Всё. Qo'shilaveradi, oraga kiraveradi, yana anaqa qilaveradi. To'g'rimi? Men shunday qilib turamiz, otang nima desa shu deb. Mana shu. Otang nima desa shu. No, birinchi o'rinda sizni o'zingizda shubha bo'lmasin, что turmush o'rtog'ingiz bolaga yomonlikni ravo ko'rmaydi, nima qilsa to'g'ri qilyapti deb. Otalari kamarlari bilan lupit qilib o'stirgan bolalarni bilaman. Bu degani ota bolalarini jismonan ursin ekan degani emas. Men ni в коем случае bu narsalarga targ'ib etayotganim yo'q. Lekin o'sha bolalar jamiyatda juda ham yaxshi o'ringa ega, joyiga ega, shunaqa mushinalarda. Вот каким-то образом вот так вот. To ona bolasi bilan otasini o'rtasiga kirib, otang yomon qildi. Hey, dadasi, siz yomon qilyapsiz. Конечно, sizga osonda, siz emasda 9 oy qiynalib ko'targan. Deymiz, bolani mana shunday qilamiz. Поэтому bugungi malchiklarga qarang, shuplinkiygina, nozikkina atir upala sepib yurishadi. Sochlarini gel qilib. Nozikkina ko'rsiz. Xonimlar. Shimlar lasinaday. Nazik. Ayollar mana bunaqa bo'lib ketyapti. Mana shunday. Boldirlar sonlar mana shunday. Mujiklar mana shundaygina. Desiz yiqilib qoladi. Halal bermaylik. Otasi o'g'lidan erkak yasasin. Halal bermaylik. Поддержка qila olsak, поддержка qilaylik. No, aralashib, undan xotinchalik yasamaylik o'g'illardan. Mujik kerakmi sizga? Mujik rебёнок. Ertaga keliniz, ayjon. Deyishdan bilaverasiz, eringiz mujikligini, bola. Keliniz ikki qat bo'la olmay, bolasini ko'tara olmay, bolasi tushib qolaverib, yoki bo'lmasam 30 ga kirmasdan keliniz 45 ga o'xshab ko'rinadigan bo'lsa, mana bunaqa sal qilgan bo'lsa, bilaverasiz. Чья заслуга deb.
hazil o'rtoqlar. Так, Gullola, terapiyaga borib yechmoqchi edim, agar bog'liq bo'lsa. Так, вопрос напомните. Terapiyaga в любое время kelishingiz mumkin, aytganimdek. Bolalarga aloqador savol berayotgan bo'lsangiz, это ваши отношения, turmush o'rtog'ingiz bilan sizning munosabatingizda nima sizga xalal beradi turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatinglar yaxshi bo'lishini. Bu естественно bizni ichimizda o'tirgan e'tiqodlar, ishonchlarimiz, bizga etilgan narsalar. Umuman o'rtoqlar, o'zbek ayollariga erlari bilan bitta bo'lishga ruxsat yo'q. Xuddi shunaqa qilib o'zbek erkaklariga ham xotinlarini sevishga ruxsat yo'q. Juda qisqa qilib aytadigan bo'lsam. Nima uchun shunaqa? Bu narsalarni разбираться qilish kerak-da. Shu bu narsalarni ko'rib chiqsa bo'ladi. Yengsa bo'ladi. Shunaqa muammolar bilan kelgan ayollar ko'p. Shunaqa muammolar bilan kelib baxtli bo'lib ketgan ayollar ko'p. Так что не первое siznikini ham hal qilamiz. Дальше. Happiness. Savol berib baloga qoldim deng. O'rtoqlar, men masalan javob berayotganimda sizga teg'izi bir narsa qilib aytmayman. Просто mana shunday razвернуто qilib beraman, chunki bitta jumla bilan javob bersa ham bo'ladi, lekin razвернуто qilib ko'rsatsam har tarafi ko'rinadi-da. Ana shunda nima desam ekan? To'g'riligicha tushunganingizdan keyin tushunib yetasiz. Nima uchun men bitta ozgina ovozlar balandlab ketdi? Nima uchun men bitta ozgina boshqa so'zlar chiqib ketdi deb. Хорошо? Bu hammamizni umumiy masalamiz o'rtoqlar. Поэтому siz mendan aytgan gaplarimdan xafa bo'lmasligingizni so'rayman. Chunki shu paytgacha yaxshi gapirib, mana qilib qayerga keldik? Yetib kelgan joyimiz o'zingizga ma'lum, to'g'rimi? Papalavurib, silavurib, vaziyatni уже mashinada jizg'anay bo'lib turgan vaziyatni ham o'tib ketadi, hech narsa qilmaydi, bo'lib turadi, da'virib mana shunaqa ahvolga keldik-ku. To'g'rimi? Gapiraylik endi deydi-ku. Так. Sadoqat. Aytdim betava. Turmush o'rtog'imga ona bo'lib kontrol qilaverib charchadim. Shu odatimni tashlash qiyin bo'lyapti. Da, o'zingiz aytib turibsiz-da, qarang, odat bo'lib qolgan. Поэтому bu odatni, значит, nimani xohlaysiz? Agar ayol bo'lishni xohlasangiz, demak, ona bo'lish odatini ayol bo'lish odatiga aylantiring. Birdaniga aylantirib qo'ya olmaysiz, tabiiyki. Oldin qanaqa ekan u ayol bo'lish, qanaqa ekan u rafiqa bo'lishda, erimga xotin bo'lish. То есть xotin rafiqa demoqchiman-da. Erimni xotini bo'lish qanaqa bo'ladi o'zi xotin? Ana shundan boshlaymiz. Ana shunaqa bo'lishga qarab harakat qilaveramiz-da. Aytganingizdek, butun umr agar eriga ona bo'lib o'tgan bo'lsak, biz faqat unga ona bo'lishni bilamiz, xotin bo'lishni bilmaymiz. Buni to'g'rilasa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Demak, biz rafiqa bo'lishni o'rganishimiz kerak. Всё. Hamma narsaning yo'li bor, hamma narsaning chorasi bor. Birdaniga zanich bu o'zgarib qolmaydi albatta. Bir sakrab yoki bir dumalab onadan erimni xotiniga aylanib qola olmaymiz. No. Qarang. Yana 3 yil ishlashim kerakmi, 5 yil ishlashim kerakmi? Yo'q, yaxshi harakat qilsangiz 30 kunda, 90 kunda, 100 kunda kela olasiz. Atoy 120 kun uzog'i bilan. Nimaga? Chunki 120 kunda qon butunlay yangilanadi. Qizil qon tanachalari 120 kun yashaydi, bilasizmi? Поэтому trenerlar aytadi-yu, qanaqadir praktikani 14 kun qil, 21 kun qil, 30 kun qil deydi-yu. Bekorga emas-da. Ya'ni miyada qanaqadir yangi asab tolasi yaratildimi, uni takrorlayverganimiz sayin u mustahkamlanib boraveradi-da. Endi tasavvur qiling, 120 kunda qon butunlay yangilanar ekan. Endi meni aytaylik, odatlarim eski qon bilan chiqib ketdi-da, yangi qon полностью уже menda yangi informatsiyani tashib yuribdi. Da? Bundan buyog'i, ya'ni shu 120 kunni o'tib bersangiz, undan buyog'i уже avtomatda o'zingizni to'xtatib, to'xta. Yana erimga ona bo'lib qoldim. To'xta deb to'xtatishingizga ham to'g'ri kelmaydi. Уже avtomatik tarzda rafiqa bo'lib qolasiz. Хорошо? Ответила? Javob bera oldimmi? Muslimaxon 75 efiri zapisi bo'ladimi? Da, odatda Instagram zapis olib boradi. Tak, happiness. Boshqalarni maqtaydilar, buni kritika qiladilar. No, buni ham endi o'ziga yarasha sabablari bor-da, biz bilmaymiz-da. Ota-bolaning orasida bizga noma'lum bo'lgan narsa bor-da.
Demak, ularning o'rtasida nimadir borki, который biz bilmaymizda. Biz ham endi erimiz bilan bolalarning o'rtasida nima bo'layapti, har bitta gap so'zigacha bilmaymiz-ku. Ularni masalan o'zlari qiladigan ishlari bor, o'zlari bizsiz boradigan joylari bor. 100% nimadir bo'lganki, mana shunga sabab bo'lgan. Хорошо? O'z-o'zidan hech narsa bo'lmaydi-ku. No lekin siz ona sifatida любое время bolani yonida turib berib, uni muhofaza qila olasiz, unga duh bera olasiz. Yonida turib berish degani uni boshida qora bulutday turmaysiz. Ba'zanchi o'zim eshitib, rosa sizlarga ichim achib ketadi-da. Qandoq shu tinglovchilar meni tinglar ekan deyman-da. Qandoq eshitishar ekan bilaman deyman. Asabiyligi qoyilay rost. Demak, bolani yonida turib berish degani uni boshida qora bulut bo'lib turmaymiz. Просто bola bilish kerakda, что nima bo'lgan taqdirda ham siz uni yonidasiz. Ya'ni u sizga kela oladi. Siz dunyoni boshqa chetida bo'lishingiz mumkin. Lekin bola biladiki, nima bo'lishidan qat'iy nazar u sizga kela oladi. Ya'ni u sizga yuzlana oladi. Keladi degani jismonan keladi emas. Bo'lishi mumkin, просто позвонить qilib, ona men bilan mana shunaqa narsa bo'lyapti. Ona bugun mana bunaqa bo'ldi. Ona bugun mana bunaqa bo'ldi deb. To'g'rimi? Onaga kelish mana shuda. Qanchamiz masalan onaga ayta olmaymiz-ku? Qancha dardimiz bor, qancha nimalardandir o'tamiz, ayta olmaymiz-ku onamizga, to'g'rimi? Mashida onaga kela olmaslik. Masha bo'ladi onaga kela olmaslik. Agar ona bilan yaqin atrofda turadigan bo'lsak, mahalladoshmi, xo'p, bitta shaharda turamiz, bitta qishloqda turamiz, bitta joyda turamizda, onani oldiga borganimizda ham ayta olmaymiz-ku dardimizni. To'g'rimi? Nima uchun ayta olmaymiz? Onam urushadi deymiz, qabul qilmaydi deymiz, xafa bo'lib qoladi deymiz. Xullas, bahonamiz ko'p. Ko'p narsani o'ylab topamiz-ku. Накручивать qilaveramiz. Baribir meni qo'llab-quvvatlashmaydi, meni eshitmaydi. Так вот, bola har qanday vaziyatda ham ota-onasiga ishona olishini, ota-onasiga suyana olishini bilishi, bu bola ota-onasiga nimadir bo'layotgan bo'lsa, u bilan bo'lisha olishini anglatadi. Mana bizda bolalar tug'ilgandan boshlab ota-ona bolaga dushman. Qanaqa ma'noda? Chunki ota-onalar aytadi-da, bolangni ja ehtiyot qilaverma. Boshingga chiqib oladi. Bolangni ja maqtaverma. Boshingga chiqib oladi. Biz bir sen tug'i ekanda, sen tug'i ekan. Oy bitta seni bolang bor ekanda deb bolani maqtasangiz, bu yoqda baloga qolasiz, bolangizni yaxshi ko'rsangiz, bu yoqda baloga qolasiz. To'g'rimi, xonimlar? Bizga bolamizni yaxshi ko'rish mumkin emas. Erimizni-ku o'shim. Erimizni yaxshi ko'rib qo'ya qolsak bormi? Oq bo'lib ketamiz-ku, va shu oqqa qarashadi bizni. Sen eringga sotilib ketding deb. Xuddi shunaqa qilib bolalar hamda bolalarni avaylasangiz, namuncha ortiqcha bolangni avaylaysan. Bitta sen bola tug'ganda, bitta seni bolang borda. Hech narsa qilmaydi. Bizni bitta taglikda o'sgan yoki 5 ga berib ketardim, ishga ketardim, 8 soatdan keyin kelsam, hali ham uxlab yotgan bo'lardi deb. Endi hamma vaqtni o'zini vaqti bor, mavridi bor, gashti bor, to'g'rimi? Bizga ona bo'lishga ham ruxsat yo'q-da. To'g'rimi? Ona bo'lishga ham ruxsat yo'q. Поэтому ota-onalar bolalarini yaxshi ko'rishini aytmaydi. Bola bir umr men ota-onamga yaxshi bola bo'ldimmikin, yo'qmikin deb bir umr bilmay o'tib ketadi. Ota-ona ham mard bo'lib bir og'izgina aytib qo'ysaydi, bolam sizni yaxshi ko'ramiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bundan buyog'i yaxshi bo'lishingiz shart emas. Bundan buyog'i baxtli bo'lsangiz bo'ldi. O'zingizdan o'zingiz tinchib, bizni sizni faqat yaxshi gaplaringizni eshitib yursak bo'ldi desachi ota-ona ham yo'q demaydi-da. Bilmasin. Bilsa yelkanga chiqib oladi. Bilsa erkalanib yelkanga chiqib oladi. Bilsin. Xizmatlaringni bilsin. To'g'rimi? Hazil bilan, no все же-da. Поэтому ota ham mana siz turmush o'rtog'ingiz tam boshqalar maqtaydi, mana katta bolasiga yoki bo'lsam, nima uchundir katta farzand deb unaqa qildim. Это был старший ребенок, младший ребенок, esimda yo'q-da. Turmush o'rtog'ingizga ham mehribon ota bo'lishga ruxsat yo'q-da. Tushunyapsizmi? Agar u
bolalariga mehribon ota bo'lib qolsa, ota-onasidan baloga qolib ketadi-da. Sen bolangga bir anaqa qila olmayapsan, tarbiya bera olmayapsan. Sen bolangni bunday mahkam ushlamaysan. Sen yana nimalar boshi baloga qolib ketadi. Qo'ying, shu ota-onaga yaxshi bo'lish uchun nima qilish kerak? Bolaga bitta shartaki tortib yuborish kerakmi? Mana tortib yuboraman. Lesh bu onam rozi bo'lsin, jannatga tushay. Понимаете? Но, lekin agar bolangiz bilsa, что nima bo'lishidan qat'iy nazar siz uni yonida turib berasiz. Bo'ldi, bolangizga eng kerakli narsa shu. Bolangiz mana shundan kuch-quvvat oladi, mana shu uni odam qiladi. Uni yonida turib bera olasiz degani, siz uni осуждать qilmaysiz, ayblamaysiz, o'zingdan bo'lganda, o'z sendan bo'lganda, sendan bo'lmasa nimaga mana ukalaringga yaxshi munosabatda sen shunaqa kalta yeb berasan, o'zingdan bo'lganda demaysiz. Ashi bo'ladi onani bolasini yonida turib bermasligi. O'zingdan bo'lgan deb aybni uni yelkasiga, yana zimmasiga kiydirishi. Так, Dilnora, men yaqinda ona bo'ldim-da. Я помню, кстати, как ребёночек. Oxirgi 1 yildan beri stress holatidan chiqa olmayapman. Nimaga hamma narsani yomon taraf ko'rinadi? Postnatal depressionga tekshirtirib yuboring-da, Dilnora. Da ko'p o'zi 40 dan keyin ona bo'ladigan ayollarda kuzatiladi shu tug'ruqdan keyingi depressiya. Попробуйте, посмотрите, да. Bu vaqtda, естественно, ayol juda ham anaqaga e'tiborga muhtoj bo'ladi. Yaxshi gapga e'tiborga muhtoj bo'ladi. Поэтому sizni mana shu yaxshi gapga muhtojligingiz даже kerak bo'lsa qanaqadir turmush o'rtog'ingizni pul yo'llarini bekitadigan narsalardan bittasi bo'lishi mumkin. Nima uchun? Sababi siz xohlaysiz-ku qanaqadir mehr muhabbatni, чтобы он вам хорошо, yaxshi munosabatda bo'lishini, yaxshi o'tirishini-da. Shuning uchun ham agar shu narsani qilmasa, siz eri jazolab qo'yasiz. Qanaqa qilib uni pul yo'llarini bekitib. Понимаете, да? Так, Muslimaxon 75 ochiqcha sizga gapirasiz. Bekitaverib keladigan joyimizga keldik-da, xonim, to'g'rimi? Endi уже ochiq gapirmasak bo'lmaydigan payt bo'lib qoldi-da. Yana qancha yuramiz buni qilib? Happy note ko'zlaringizda o'qiyapman, sizni to'g'ri tushundim-da. Okey. Rahmat. Ay. Tak, Sadoqatxon, sizga ham rahmat savol uchun. Juda go'zal bo'lib ketyapsiz. Filtrda o'tiribman. Lekin sochlarim o'zimniki, ziriklarim o'zimniki, quloq o'zimniki, qosh hammasi o'zimniki, lekin tishlarim ham o'zimniki. Hammasi o'zimniki. Hozir chiroyli bo'lish xohlasak, xonimlar, уже botoks-motokslar ham kerak emas-da. Shunday bitta filtr yoqib qo'yasiz, bo'ldi-da. Sizdan go'zal oyxonim yo'q. U oldin edi u. $300 bundoq. Anaqa qilib face remont qilish kerak edi. Hozir remont ham kerak emas. Bitta filtr yoqib qo'yasiz, bo'ldi. Sizdan-da chiroyli malika turandot yo'q. Taglarim 74-173. 18 yosh o'g'il bolani igradan chiqarish, igradan ichishdan chekishdan qanday qaytarish mumkin? Это очень большая tема. Birinchidan 18 yoshli bola sizni ta'sir doirangizdan tashqari, siz uni katta yetuk odam deb tan olishingiz kerak. Bu birinchi qilishingiz kerak bo'lgan vazifa. To siz uni hali ham yosh bola deb qaraydigan bo'lsangiz, u mana shunaqa tixirlik qilib, siz uni nazorat qilishingiz, kontrolировать qilishingiz kerakligini ko'rsatib beraveradi. Birinchi o'rinda siz uni yetuk inson, mushina deb qabul qiling. Это mujik deb. Ikkinchisi, agar siz bu bolani igra chekish narsalarini qaramlik deb o'ylasangiz, igraman, lekin bo'lsam уже qanaqadir alkogolik, da, то есть ichligiga qarab ketyapti. Qaram deb qarayotgan bo'lsangiz, bu sizni qanaqadir qaram munosabatlaringizga ishora. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, bolaning mana shunaqa igromaniya, narkomaniya, shunga o'xshagan har xil narsalarga kirib ketishi uni qalbida otaga joy yo'qligini anglatadi. Bu nima degani otaga joy yo'q? Po sути, uni otasi yo'qligini anglatadi.
Uni otasi bordir, boshingizda turmush o'rtog'ingiz bor, bu bola ota bilan katta bo'lgan, полноценный oilada o'sgan bo'lishi mumkin. Lekin siz uni otasini yerga uravergan bo'lsangiz, u mana shunaqa qilib, to есть sun'iy otani yaratadi. To есть alkogol unga ota bo'lib beradi, ichish chekish unga ota bo'lib beradi, igra unga ota bo'lib beradi. Поэтому опять же xonimlar, umuman bola chaqani chetga qo'yib faqat o'zingizni qilsangiz, faqat o'zingizni to'g'irlab, o'zingizni faqat e'tiboringizni hamma o'q-yoylarni o'zingizga qaratsangiz, olam guliston. Olam guliston o'rtoqlar. Bitta meni shogirdlarim, meni o'quvchilarim orasida bo'lgan keys emas. Butun hamma yordamchi kasb egalarini olib kelsangiz, hammamizni hamkasblarimni gapimiz bitta joydan chiqadi. Bespolezno bolani Coca-Coladan to'xtatish, chekishdan to'xtatish, ichishdan to'xtatish, igradan to'xtatish bespolezno. Siz eringizni hurmat qilmasangiz, siz uni otasini hurmat qilmasangiz, bespolezno. Befoyda. Tushunyapsizmi? То есть игромания, наркомания это все замещает отца. Otani o'rnini bosadi. Da? Chunki siz uni otasini tortib olgansiz, katta ehtimol bilan. Men umuman ayta olmayman, yaqin emasmiz onamiz bilan da. Я вас прекрасно понимаю. Даже aytdim-ku, shu bitta mahallada tursak ham borganimiz bilan ayta olmaymiz. Meni katta o'g'lim dadasi bilan kelishmaydi, nimadan dadasi ko'p ichadi. Vot nimadanligini bilar ekansiz. Tak, Muslimaxon. Sizga o'xshagan tarbiyachi kerak bizdagi ichimizdagi bolachaga. Okay. Tak, ocha. Menda pul muammo kurslarga to'lashga. Okay. Yashashgacha. Baxtli bo'lishgacha. Kursga to'lashga pul muammo bo'lsa, это очень даже хорошо. Demak, boshqa narsaga pul bormi? Boshqasini ko'ravering. Так, Dilnora o'g'il 6 oylik bo'ldi kecha. Так классно. Поздравляю, дорогая. Anaqaga qarang, postnatal depressionga qarang. Проверьте. Я не знаю, правда, qanday bu tekshiriladi buni bilmayman, но возможно, то есть hech narsa yoqmayapti, mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Возможно. Postnatal depression bo'lishi mumkin-da. Так. Barno. Sizni bilan uchrashuvga borganman rostdan. Rostdan chiroyli, rahmat. Ko'rganda videolardan chiroyli ekan degan fikr kelgan. Bilasizmi nima? Men bilan ko'rishgan odamlar nima deydi? Siz hayotda chiroyli ekansiz deyshadi. Hozir ozgina maqtanib qolay. Просто Mavrid kelib qoldi-da, Mavrid kelib qoldi Barno. Endi bunaqa vaziyatni qo'ldan boy bermayman. Ozgina bo'lsa ham shu aytib ketay, to'g'risini aytib ketay, odamlar bilsin-da to'g'risini. Odamlar bilsin to'g'risini. Meni ko'rgan odam siz hayotda chiroyli ekansiz deydi. Chiroyliroq ekansiz demaydi, chiroyli ekansiz deydi. Mana shunday. Odamlar bilsin-da. Ato men hammasi filtr qilingan, ishlangan deb o'tiribdi. Yo'q. Filtr qilishga majbur bo'laman. Chunki mana kamera bitta labimni qiyshaytirib, bitta ko'zimni qiyshaytirib ko'rsatadi. Bo'lmasam hayotda men juda chiroyliman. Mana ko'rganlar o'zlari aytayapti. To'g'rimi? Bitta chiroyli fotografim bor edi. Yosh qizda fotografim, 20 yoshli. Rasmga oladilar-da, keyin aytaman-da. Mursalina ismlari. Mursalina, siz juda ham yoshartirib yuboribsiz meni. Men 44 ga kirgan ayolman. 44 ga kirgan xotinman. Siz men bu yerda 28 yoshli qiz qilib beribsiz. Salimdorog'ini haq qiling, bo'lmasam eshigini qoqib kuyovlar kelyapti. Uyda bitta qiz turar ekan deb so'rab kelyapti desam, xolab kuladilar-da. Dor o'ldirasiz. Keyin yana bitta yangi fotograf bilan tanishib qoldim-da yaqinda. Rasmlar qilib berdilar-da. Keyin aytayapman-da, bu rasmlaringizda men emasman, bu bir juda ham yosh qiz ko'rsam, kimga aytsam, bu rasmlar sizniki deyapti-da. Keyin yo'q, bu juda unaqa bo'lmaydi-da. Bir xilga mana mutaxassislarni ko'rasiz, 50 dan oshib ketgan ayollar, bundoq qarasangiz 20 yoshli qiz-da, endi bo'lmabdi deb deyman. Jabr erish narsa deb
sal endi bir haqiqatga yaqinlashtirib qilib bering, hech bo'lmasa mana qizlarga 5-6 yosh qo'shib bering desam, haligi qiz ham aytayaptilar-da. O'zi даже anaqa profillaringizdan qaraganda ham kuzatganim hayotda ham dedi shunaqa ekansiz. Men maksimum borsiz 30 yosh deb o'ylaganman sizni. Shunaqa deb o'ylaman. Deyaptilar, o'zgartirib bermadi shu bilan rasmlarimni. Mana shunaqa rasmlarda yosh qiz bo'lib qolib ketaverdim. Ana shunaqa. Vot. Shuncha dardni ko'tarib yuribman men. Sizlarda u hamma savol bizda bor, dard bizda bor deb yuribsizlar. Shuncha narsani ko'tarib yuribman men ham. Sizlar meni hurliqoligimni bilmay o'tib ketyapsizlar. Tak, marhaba. O'g'lim 27 yoshda Instadan faqat bolasini urgan reelslar tashiydi. Men unga stendlar bo'lgan, hozir modniy kasb dedim, hazillashib. Stand-upper bo'lgan debda. То есть намек qilib sizga yuboradilar-da, o'g'lingizda, ну типа, да. Ну ладно, пока так. Так, Umid Iskandarlar, qaniydi hamma o'zini qo'shig'ini aytsa, qaniydi. Qaniydi. Asaliya, assalomu alaykum. O'g'lim 14 yoshda o'g'irlik qilibdi. Qanday yo'l tutay? Siz o'zingiz o'g'irlikdan to'xtang. Bola ham to'xtaydi o'g'irlikdan. Siz o'zingiz qayerda o'g'irlik qilyapsiz? Kimning vaqtini o'g'irlayapsiz? Dugonalaringizga soatlab telefon qilib vaqtini olasizmi ularni? Yoki bo'lmasam chatlarda yozaverib boshqalar kirib sizni xatlaringizni o'qishiga to'g'ri kelib vaqtini o'g'irlayapsizmi? Siz ham 100% o'g'risiz. O'g'rining bolasi o'g'ri bo'ladi-da, to'g'rimi? O'g'irlik faqat pulda emas-ku. Obro' o'g'risichi. Kimlardir beobro' qilamiz, tuhmat qilamiz. To'g'rimi? Ishxonamizdan ruchka ko'tarib kelamiz. Bu o'g'irlik emas deb. O'g'irlikni maydasi, kattasi bo'lmaydi. Bittagina ruchka olib keldingizmi, bu ham o'g'irlik. Hamma shunday qilyapti deymiz. O'g'irlik bu o'g'irlik hamma qilayotgan bo'lsa ham. To'g'irlik bu to'g'irlik hech kim qilmayotgan bo'lsa ham. Qanday yo'l tutasiz? Haqqoniy bo'lish, chestniy bo'lish, birov haqqiga xiyonat qilmaslik. Agar xohlasangiz, sizga xiyonat qilmasliklarini, siz ham boshqalarga xiyonat qilmang. Bu dunyo bumerangda, nimani otsangiz o'sha qaytib keladi. Nima tashqariga chiqib, nima aks sado bersangiz o'sha qaytib keladi. A desangiz, o degan yoki i degan ovoz qaytib kelmaydi. A desangiz, a degan ovoz qaytib keladi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Kimda insight o'rtoqlar? O'g'irlik faqat pulda emas. Men o'g'ri emasman, men birovni bir tiyiniga anaqa qilmayman deyishingiz mumkin. Men birovni bir tiyiniga xiyonat qilmayman deyishingiz mumkin. Lekin dugonangizga telefon qilasiz, soatlab video qilasiz, bechora sizni eshitib o'tiradi, yo'q deya olmay. Ungacha ovqatini qila olmaydi, uyi yig'ishtirilmagan, erdan gap eshitadi, qaynonadan gap eshitadi. Siz vaqt o'g'risi bo'lmay kimsiz? Mana shunaqa odatingiz uchun o'sha kelin aytaylik dugonangiz qaynonasiga yomon kelinga aylanadi, eriga yomon xotinga aylanadi, oralarida janjal chiqadi, tuhmat bo'ladi. Siz bitta odamni baxtini o'g'irlamay nima qildingiz? Siz o'g'ri bo'lmay kimsiz? Вот примерно так. Так. Ben уже angladim, rahmat sizga, da. Молодец. Так, про Aksalo 100% da. Так, shunda mana shunda o'rtoqlar. Shunaqa gaplar, shunaqa yangiliklar. Tak. Men chatdan qolmayapman o'rtoqlar. Hamma savollaringizni o'qidim, hamma savollaringizga javob berdim. Keyingi efirimiz keyingi chorshanba kuni bo'ladi. Sizlarni zeriktirib qo'ymay, уже 1 soatdan ortiq o'tirimizda. Поэтому zapis uzoq bo'lib ketsa, keyin odamlar kirib eshitmaydi ham даже. Hozir hech kim asabi yetmaydi-ku. 1 daqiqani ham eshita olmaymiz. Поэтому shakar ozi yaxshi degandek, siz bilan bugun shu yerda xayrlashamiz. Keyingi uchrashuvimiz keyingi chorshanba kuni bo'ladi. Har chorshanba kuni xudo xolisa Telegramda efir qilaman. Хорошо? Telegramda debman, Instagramda. Telegramdagi efirlarim juda ham ko'p bo'ladi-da. Ba'zan bo'ladiki, bir kunda 2 marta ham efir bo'lib ketadi. Telegramda. Kstati, ertaga biz Telegramda guruhli terapiya o'tkazamiz.
hozir efirdaligingizdan foydalanib bitta yangilikni aytib o'tay. Biz har oyda bir marta, ato 2 marta guruhli terapiya o'tkazamiz va mana shu guruhli terapiyalarda xudo xolasa har safar biz bitta ishtirokchiga mutlaqo bepul ishtirok etish imkoniyatini beramiz. Ya'ni bitta odamda tamomila bepulga ishtirok etish imtiyozi bor. Bu imkoniyatni qo'lga kiritishni o'ziga yarasha anaqa требованиялari bor. Ya'ni bu uchun moliyaviy sharoitlari cheklangan ishtirokchilar bor. Masalan, ko'p farzandli oilalar bor. Ular farzandlaridan orttira olmaydi. Oilaviy sharoiti masalan o'zlarini bilimiga pul tikishga variant bermaydi. Ular masalan tekin efirlarga, bepul vebinarlarga kelishadi, lekin baribir mana shunaqa bir yopiq formatdagi terapiyalarga, kurslarga kelishmagan. Shuning uchun mana shunday yurtdoshlarimizga, vatandoshlarga bir imkoniyat bo'lsin o'laroq mana shunday bir loyihani tashkil etdik. Ya'ni bor loyihamizga, gruppovoy terapiyalarimizga har safar bitta odamga mijoz bo'lishga imkoniyat bo'ladi. Buning uchun siz Telegramda adminga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Admindan barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz Telegramda bo'lsangiz zo'r, agar bo'lmasangiz